Profilaktika inspektorlari masalasiga yana qaytib aytaman. Yana bir marta aytaman. Daydi 0 bo'lib turibdi. Daydi vijdonsiz daydi yo'qmi Olmazor tumanida? Daydini olib qo'yaverasan, protokol yozib. Daydi qil hozir. Assalomu alaykum. 6-aprel kuni ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahri Olmazor tumani ichki ishlar bo'limi amaldori Abror Xudoyberdiyevning topshirig'i aks etgan audio va video lavhalar tarqaldi. Unda Xudoyberdiyev profilaktika inspektorlariga ko'chadan daydi topishni, barcha xodimga ko'chaga chiqishni buyurgan. Xususan, audioda u daydi topmagan xodim qarindoshini yoki o'zini daydi sifatida yopishini aytgan. Hamma narsadan nol bo'lyapti. Protokollar hamma yo'nalishing majburiy davlatga joylashtirishing 0. Daydi 0. Ma'muriy bayonnoma 0. Ma'muriy nazorat 0. Bu sanlarmi o'zingga ketib qolganmisanlar, vijdonsiz? Hamma profilaktika inspektori. Bittay qani daydi qilmachi? Hamma daydi o'zing daydi olib qolib yop. Qarindoshingni olib borib yop. Daydi qilib. O'zing daydi bo'lasan sen. Shuningdek, Xudoyberdiyev 1 soat vaqt qolganini aytib, 300 ta qilish topshirig'ini bergan. U 300 ta deb ma'muriy bayonnomalar sonini nazarda tutgan bo'lishi mumkin. Profilaktika inspektorlari 1 soat vaqtimiz qoldi. Hozir hisob-kitob bo'ladi, 22:00 da hisob-kitob bo'ladi. Men borishni xohlamayman. Doy hozir gazlaymiz, 300 taga chiqdi. 200 ta protokolimiz qoldi. Chiq hammang ko'chaga. Chiq, 1 soat vaqtimiz qoldi. Hammang chiq ko'chaga. Mana yig'ilish bo'lyapti, gapiryapti e'tiroz bo'lib. Amaldor navbatdagi videoda va'da berganini, gumga borib hisob-kitob qilishini bildirgan. Profilaktika inspektorlari, mana hozir men va'dani berdim. 300 ta qilishim kerak, soat 12:00 gacha. Hozir og'ayni bittadan agar parod qilsak xavfimman. Hammang poch, hamma chiqsin hozir. Men o'zim ham chiqaman mana, Samaradan ham chiqadi. Bitta gomga borib hisob-kitobni qilamiz. Gominga borib hisob-kitob qilamiz hammangni. Hammang chiq, 300 ta qilishimiz kerak. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosovga ko'ra, holat shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasida o'rganilmoqda. Qolaversa, amaldorning audio va videolari tarqalgach, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ham munosabat bildirib, birorta xodimga daydi topish bo'yicha plan qo'yilmaganini ma'lum qildi. O'tgan 3 oy davomida Toshkent shahrida 283 ta daydi va 210 ta tilanchilik bilan shug'ullangan shaxslar aniqlanib, ularga nisbatan qonuniy choralar ko'rildi. Shu bilan birga ma'lum qilamizki, mazkur yo'nalishda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan har bir xodimga biror bir plan bajarish yuklatilmagan. Lekin ularning vazifasi jamoat tartibini buzayotgan shaxslarni aniqlash. Shu bilan birga internetdagi video yuzasidan Olmazor tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'limi boshlig'ining xatti-harakatlari yuzasidan o'rganish ishlari olib borilayotganini ma'lum qilamiz. Eslatib o'tamiz, Shavkat Mirziyoyev bundan 2 oy oldin profilaktika inspektorlari ishi tashkil etilishini tanqid qilgan edi. O'shanda prezident Shayxontohur tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi sobiq boshlig'i Otabek Jamolovni so'roq qilib, ichki ishlar bo'limi rahbariyati uchastka nozirlari bilan qanday ishlayotganini so'ragandi. Jamolov, qanchadan ishlayapsan? 2 yil bo'lyapti. 137 ta uchastkovoying bor-a? 102 ta. 102 ta. O'zi shtat bo'yicha 137 tami? 137 ta, 102 tasi mahallada ishlaydi, hurmatli prezident. Bitta mahallaga 2 tadan uchastkovoying. Xuddi shunday. Menga rosti bilan aytgin, men o'zim sizlarni ishlaringni bilmoqchiman-da. Bitta senga savol. Bir haftada necha marta shu uchastkovoyga bir marta yig'ib, o'zing tizimli qilib, hududiga qarab, omiliga qarab, jinoyatiga qarab topshiriq berib so'rayapsan. Va ikkinchidan, qanday qilib Rovudini boshliqlari prokuror bilan birga bir oyda bir marta uchastkovoylarni rahbarlantirish yoki javobgarlikka tortish bo'yicha tizim bor. Mana shu savolga javob ber. Har hafta dushanba kuni profilaktika inspektorlarini yig'ib, mahalla bo'yicha qilinayotgan natijalari ularni qandoqa mahallada salbiy holatlar bo'yicha ularga jazo chorasi qaysan, qattiq qaysan belgilaymiz. Prokuror bilan birgalikda o'rganib, tumanimiz hokimimiz birgalikda, undan tashqari mahallani 7ligini har oyda bir marta aylanib chiqamiz, uchalamiz. Har bitta mahallaga borib, birma-bir 7ligida sizni birinchi sonli qaroringiz qanaqa ijrosi ta'minlanayotganligi, qanaqa mahallada sodir etilganligini so'rov natijasini qilib chiqamiz. O'zing shu aytgan menga gapga ishonasanmi? Menga u gaplarni nima qilasa aytib, 7lik bilan nima ishing bor sen nima aloqang bor 7likka? Sen uchastkovoying bilan shug'ullangin. Nimaga menga u cho'pchak gaplarni gapirasan?
endi ko'zimiz ochildi, bu xulosa qilib oldim o'zimga. Bilasanmi nimaga men senga bu savol berdim? Sen pastga tushmaysan, Movuning seni aldaydi, uchastkovoy aldaydi. O'zgaringlar sizlar. Agar sizlar o'zgarmasalaring, vaziyat o'zgarmaydi. Bundaqa nachalnik ro'g'idlar menga kerak emas. Menga balandparvoz gap kerak emas. Pastda yurmasalaring hech bo'la o'zgarmaydi. Uchastkovoyni ham agar dunyoqarashini o'zgartirib, zamonaviy bo'lsa, bilasizlarmi jamiyat qanday o'zgaradi? Qancha tadbirkorlik rivojlanadi? Odamlar bizdan qanday rozi bo'ladi? Baribir o'zgartirishga majbur qilaman men sizlarni. Qo'ymayman hech qaysingni. Birontangni uxlatmayman. Nima uchun men buni qilyapman? Bilasizlarmi? Endi bizga katta investorlar kerak. Endi kelib boshlayapti katta investorlar. Agar investor kelmasa, daromadimiz oshmaydi. Oyliklar ko'paymaydi. Odamlar norozi bo'ladi. Mana nima uchun o'zimni qiynayapman.